Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Kalpten kalpke namlı programımızın 23. saniylik görüşünlerine kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmelerimiz bu uluq mübarek ay kirgendim ben her günü şu saatlerde huzurunlarda buluvatımız. Mana Ramazan mı 5 tügüçe ahırkı 10 günün içinde yaşavatımız. Bu mübarek saatler, minutlar her bir dakikamızı kıymetlik bölüp, muşunun layık bir emeller bilen ötküzüşke müyesser kılsın dep Rabbimizden tileyimiz. Bu derslerin ki sözlünüşteki maksat mı hem şu hem ona bilisler. İnşallah bugünkü mavzurumuz, tünügümüz elanımızı belgendek cihad ve onun türleri hakkında toxtulumuz inşallah programımızda bugünkü aziz mehmeni hem ona tanışık boğan hürmetlik ustaz Şarkı Türkistan Ölüm Ala Birliği muavin reisi ve Avustralya vekili Abdusalam Alem'in teklif kıldığı kıymetli vaktin çıkarıp ziyaretimizi kabul kılgalı için aldı bilen köp rahmet etimiz. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kadirli görürmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık tarıqtılıp ötüdü. İkran aldığı çıkıp durvatkan numurlar arkalık programımızga alakadar fikir teklif erişenlerden ümit kılımız. Şundaqlı köpligen qayrindaşlarımızdan paydalanışı üçün hem beherlep koyuşuna hem unutmağa ister. Bugünkü temamızga kirişten burun biz ustad bilen 20. sanda muş programımızın 20. sanda dost düşman hukumi degan tema to'xtalgandik. Albatta bununda şu Müslüman emaslar bilen qandaq muamele qilish, islomdagi do'st dushman hukmini qandaq tushunimiz, kimligimiz ve qandaq saqlaymiz degandek xilma-xil temalarda to'xtalgan bo'ldik. Ama şu ahirda şu temaga aloqador bir savol tushib qoldi. Endi bu bo'lsin şu Müslüman emaslar bilan muomala qilgan, şu muomala qilishdagi chek-chegara Müslümanning har bir Müslümanning cho'qim aniq bilishi kerak bo'lgan bir nalarga diqqat qilish kerak, qanchalik chek-chegaramiz va buni bir tushunib o'tish uchun oldin ustozdan shu vaqtda bir qisqacha bir tushuncha berib o'tishini uni keyin yangi temamizga kirib ketsak, yangi temamizga qilma rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala hamdu sana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge durut ve selam ayet vabatlarga, sahabelerga ve barlık Müslümanlarga Allah'ın selamını yollagandan keyin Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aleyküm selam. Ötkenki söhbetimizge şu hakkında düşken sualga kelsak, biz birinchi qilib şu Müslüman emaslarga degan so'zning o'sha terminning o'zimi har xil ko'z qarashlar bo'lganlar bor. Ba'zi uchun kafir demaymiz, Müslüman emas deymiz, undaq deganga o'xshash. Bu ism atalg'usidagi masala. Kafir desish kim desin bo'ladi, Müslüman emaslar desin bo'ladi, yoki bizning dinda bo'lmaganlar desin bo'ladi. Bu har xil ma'noda ishlatiladi. Masalan, Qur'oni Karimning ro'yida kafirlar deb atalgan ahvollar bor, mushriklar deb atalganlar bor. Ehli kitaplar deb Hristiyan, Yahudilarni ehli kitap degan nom bilan Alloh subhanahu va taolo atagan. Bu ism meselesi menimcha uni cho'ng masala emas, buni bak yuqori ko'tarilib, bu orqali kafir demaslikning o'zi kufrliq deydigan al-vala val bara prinsipini mushiri bor deb ba'zilar buni bak nimaga ashurutlagan taraf bu mubolag'a qiladigan. Xo'sh. Müslüman emaslar degandan keyin bu islom e'tiqodiga kirmagan yoki shuni qatorida sanalmagan insonlar. Buni kafir desakmi, bo'laveradi. Chunki kafir degan tanig'uvchilar, haqni tunimug'uvchilar, Allohni inkor qiluvchilar, islom dinini inkor qiluvchilar degan ma'no. Hani bular bilan muomala qilgan vaqtimizda Allah subhanahu va taolo hammamizni inson qilib yaratdi. Unda bo'lgan keyin insonlik bir munosabat bo'ladi. Insonlar bilan insonlar o'rtasidagi insonlik bir munosabat bo'ladi. Buningga islom dini alohida e'tibor bergan. Har qanday bir inson bilan yaxshi muomala qilish. Bu islomningki go'zal chaqiriqlaridan birisi. Shuning ichida masalan qo'shnilar bo'lgan bo'lsa, ularga ham yaxshi muomala qilish, ilm setim qilgan bo'lsa, uningda rostchil bo'lish degandan iborat. Endi bu yerda e'tiqod masalasiga taqilib kelgan vaqtida e'tiqodiy jihatda ular bilan chek-chegarani ayirish, ularningki e'tiqodlariga moyil bo'lib qolmaslik, qubul qilib qolmaslik, ularningki aralashib ketmaslik, hattoki ikki bizning islom dinimiz bilan ularning e'tiqodini ma'lum o'xshib qolgan yoki kelgan ahvol ostida o'zimizning shu jihatdami o'xshamaslik tarafini maydonga chiqarish. Masalan, Payg'ambar alayhisolatu vasallam mushriklar bilan bir yerda ibodat qilish, ularning o'zini ibodat qilayotgan yoki musulmonlarning ibodat qilgan yoki shular bu yerda namoz o'qishga to'g'ri kelib qolsa, oyoqlaringlarni sanmay o'qinglar, ular oyog'ini sevetidi degandek. Demak, o'zimizningki shu iqtidoriy jihatdagi maydonimizda qat'iy gelinib ketmaslik yoki ularga moyil bo'lib qolmaslik.
Bu endi islom dini alohida nima qilgan, chaqiriq qilgan va uningga o'xshatib qilishni o'zini kufrliq degan mazmundagi oyat karimalarni hadislarni uchirtimiz Qur'oni Karimda. Endi ular bilan masalan kofirlik ilib bo'lmaydigan darajada lekin ehtiyot qilishga chaqiradigan taraflari bor. Masalan, ularningki boshqurgan rayonlarda ularniga masalan shularningki boshqurishiga itoat qilib yashash. Endi uningdimi sening diningga zid bo'lmagan ahvol ostida dinimizga islom dinimizga zid bo'lmagan ahvol ostida masalan moddiy dunyoviy hayotda ularningki qo'llangan ba'zi qonunlar bo'ldi. Uni hargizma islom dinini yo'q deb qarab qolmaslik sharti bilan masalan insoniyatga foydasi bo'lgan, manfaati bo'lgan qonunlarni rioya qilish. Masalan o'zaro munosabatda masalan yo'l nimaninki qoida tuzumlari bor masalan mashinaningki qanchalik nimada suratda haydash, qaysi shaklda haydash deganga o'xshash kishilar bilan chiqishib yashash ustida nima qilingan ba'zi davlatlarningki qonunlari bor. Masalan Avstraliyada hamma millatlar yashaydigan, o'xshamagan madaniyat, o'xshamagan dinliklar yashaydigan davlat bo'lg'achqa hammasiga bir-birininkiga hurmat qilib yashashni tashabbus qiladi. Endi bu ham insoniyat yuzidan ham bizning dinimizning ko'rsatmasidan hech qanday xatarli narsa emas. Undan keyin ularni do'stlikqa vaqtida masalan badikaldi qilish, masalan ular bilan bir yerda ishlab qolgan vaqtda ularga chiroyli muomala qilish, shularning tariqasi bo'yicha ularga masalan salom berish. Mesela ular assalomu alaykum deyish bu islom dinimizdagi musulmonlarga xos salom bo'lsin, ular yaxshi ko'radigan chiroyli so'zlar. Masalan qanday ahvolingiz, xayrli sahar deganga o'xshash. Yoki masalan og'rib qolgan bo'lsa, uningga yaxshi bo'lib qoling deganga o'xshash go'zal so'zlarni qilish. Chunki Alloh bizni go'zal so'z qilishga, yaxshi axloqli so'z qilishga chaqirdi. Va qulu lin-nasi husna. Insonlarga go'zal so'zlarni deydi. Bu bir nuqta. Ammo ularga do'st bo'ldimda ishqiy tashqi bo'lib ketib, uningga butun ichimizni sidimizni debitib, ularninkini hamma narsani ularning ko'nglini xush qilish uchun degan gaplarning hammani olqishlab qilib, dinninki chegarasini halqib ketadigan ishlarga diqqat qilish kerak. Bu bakni o'yinliqda. Undan keyin masalan musulmon emaslarninki, ya'ni kofirlarning davlatlarida yashash masalasi. Bumi nurg'un masalani keltirib chiqadigan savollar, ko'pincha odamlar so'raydi. Buningda masalan kofirlarning davlatida yashagan vaqtida sen o'zingning dining bilan, o'zingning ustiga yuklangan islomiy mas'uliyatlarning majburiyatlarini bemalol, xotirjam elib baralaydigan sharoitdagi bir davlat bo'lsa yashashga bo'ladi. Agar uning ruxsat qilinmaydigan, islom dini haqoratga uchraydigan, seninki islomiy qiyofatlarga haqoratga uchraydigan, sen o'zingning diniga amal qilmaydigan bunday holatda davlat bo'lsa, uni yashamaslik kerak. Uningga qarata payg'ambar alayhisolatu vasallam ana bari'un minal degan mandalar mushriklar orasida yashaganlardan men bezor deganga o'xshab mazmunda bir hadis bor payg'ambar. Endi buni biroqlam ekib, mushtaq degan bu kofirlarning o'lib yashashga bo'lmaydi. Biroqlam uni yo'q qilishning o'zi bumi bir insof qilmaganlik. Endi yashirin deb qo'yib, o'zingizning dininingki qanchalik darajada ruxsat qilinmagan tarafiga qarab uni bekitmasa, u vaqtida u yerda yashaganlarmi, men yashirim o'zimning ishi deb turilishning o'zi yana bo'lmaydi. Buni islomning ruhi asosan ilib berish to'g'ri keladi. Ammo umumyuzlik muomalada hech qanday chek-chegara qo'ymaydigan narsalar bor. Mubah masalalarda ruxsat qilingan. Masalan, ular bilan muomala qilish, ilm setim qilish, ularga setish, ularni ilish. Ular bu masala hattoki ularning pulisini haromdan topganligini, haloldan topganligini surishtirmaymiz. Faqat ular bilan qilgan savdo setimiz, muomalamizdan bizning dinimizga uyg'un bo'lishi shart. Harom narsalar savdo qilmaymiz, haraq ilib setish masalan yoki riba ilmiga jazoni kirib qolmagan asosda, masalan bir odam bilan sotdi, oldi mesela mashina ilib setish deganga o'xshash yoki bir telefonni sotdi, bir mukofotni olsa, bu yerda unda cho'ng masala yo'q. Ya'ni buningda islom dinimizga nima chaqiriq qiladi desa, biz buningda o'zimizning axloqiy o'lchimimiz orqali ularga da'vatimizni yetkazish, rostchil bo'lish. Masalan bir mashinani sotgan bo'lsak, uningga kamchiliklari bo'lsa, uni iniqini deb, mana bunday kamchiliklari bor deb o'zimizningki rostchilligini ifodalash. Yolg'on aytib qolmaslik, ularni aldab qolmaslik sharti bilan. Kofirni aldasa pul to'laydigan bunday sapsatlar bor, islom dinida unday gap yo'q. Aldamchilik İslamda cheklangan narsa, u kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ammo urush maydonlarida, urushlar qolgan vaqtida taktika masalasi bor. Plan, tadbir elish, u ayrim masala. Ammo normal insonlar bilan muomala qilgan vaqtda rostchi bo'lishimiz kerak. Va'daga vafo qilish, masalan, unga va'da qilgan bo'lsak, va'daga vafo qilishimiz kerak. Biz islom dinimizda ahli kitoblardan, ya'ni xristian yahudlardanki qiz elish, ularning qizlariga nikohlanish, erlar uchun. Ayollarningki, musulmon ayollarning ularningki erlarga to'y qilishga ruxsat yo'q. Ammo ularning ayollarini, qizlarini nikohga elish islom dinida ruxsat qilingan. Hattoki ular bo'g'izlagan, islom dini halol qilib bekitgan hayvonlarning go'shtlarini ular bo'g'izlagan bo'lsa, rasmiy ahli kitob bo'lsa, xristian yahudi bo'lsa, unikini bo'g'izlaganni yeyishga islom dinida ruxsat qilingan. Qur'oni Karimdagi buyruq bilan, yo'l yuriq bilan bu narsa inib bekitilgan. Yana bir muhim nuqta ular bilan muomala qilganda adil bo'lish. Bu bak muhim nuqtachi.
Ko'p insonlar shuni, "Voy bu kofirlik o'g'irlavasi bo'ladi, yevasi bo'ladi, itivasi bo'ladi" deydigan. Bir musulmon bilan kofir bir işte xapolashib yoki bir jidal majro chiqib qolgan bo'lsa, "Men meniki musulmon qadimlashimga, manga yondashishim kerak" degandek bunday nuqtalarga kelib qilish bu xato islom dinida. Buningda kim bo'lishi qat'iy nazar odillik masalasi, adolat bilan hukm qilish, adolat bilan bularga muomala qilish bu islom dinida chaqirdi. Va shuningdek ularning masalan so'g'i salom ilm so'g'i berish, so'g'i ilish masalalari. Masalan, umumiy ularning diniy e'tiqodini tabriklaydigan shaklda emas. Normal o'zaro. Masalan, bir yerda ishladi, bizniki masalan xizmatida biroz taraqqiy qildi. Buningga rahmat aytish orqali ozroq so'g'i berib qo'yish yoki u bergan so'g'i bo'lsa uni qabul qilish bu normal insonlar o'rtasidagi munosabatga nima bo'ladigan, yaxshi bo'ladigan, ammo dinga taqashmaydigan ahvol ostida bo'lsin. Masalan, ularning bergan hadisi masalan dinimizga uyg'un bo'lmasa, aroq so'qgan bo'lsa, uni qabul qilmaslik. Endi qabul qilmasam xapolab qolamdiki deb bu yerda undaq bo'lsa, bu yerda maydonimizda aniq qilamiz. Menga ma'nosi to'g'ri emas. Shariatimda, mening dinimda buni men qabul qilmayman deb aniq shu vaqtda maydonimizni aytib oladigan bir fursat, da'vat beradigan bir fursat. Buni qilish. Hatto ular og'rib qolgan bo'lsa kasallarni yo'qlash ham bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom qilgan. Bir Yahudi balani unga og'rib qolganligini anglab berib, dalisi bayada hatto shu vaqtda uni islomga da'vat qilgan. Bu bala sakrat turib, bunday qarab turganda rasa beshini nima qilib unaqa bo'ldi. Ipni anglasang bo'ladi. Shuni shahodat bilan shahodat aytib yurib ketgan. Payg'ambar shunday xushal bo'lgan. Bir odamni qutuldirdim Allohning hidoyati bilan, Allohning hidoyat berishi bilan deb. Demak bu chunki og'rib qolgan vaqtida insonlar shunday bir ishlarga muhtoj bo'ladi, tasalliga muhtoj bo'ladi. Balkim normal vaqtida qabul qilmagan dinni shunday vaqtda qabul qilib qilishi mumkin. Yaqinda masalan 2 kun bo'ldi. Bir ayolninki 70 yoshga bir ayolning bir navrisi bor ekan 22-23 yoshda. Buni bir operatsiya bo'layotdi boshqa bir shaharda. Operatsiyasida doktorlarning deyishicha bu balkim saqaymasligi mumkin, qutqizolmasligimiz mumkin, ammo kirish baqamiz debdi. Shu ayol kelib musulmon o'zini nima qildigan bir musulmon turgan. Sizlar buni shu navram uchun duo qilib qo'ysanglar saqiyish uchun. Hep musulmonlarning duo talab qilgan. Bunda ahvolda albatta uning nimasiga isbotlik shu duo qilish hech qanday xatarlik emas. Bu albatta qilsak bo'ladi. Hidoyat qilganda uning salomat bo'lishiga duo qilish to'g'ri. Payg'ambar Musa alayhisalom o'zining qavmiga necha qilib duo qilgan. Shu balay musibat Allah nimaga ularga bergan musibat baladan ularni qutqarish uchun bir necha qatim duo qilgan. Pit balasi bo'lgan, qon balasi bo'lgan, ularga chikatki balasi bo'lgan, qurboqchilik bo'lgan, hammasi shu payg'ambar Musa alayhisalom qashiga kelib yilinadi. Bizga duo qiling deydi. Duo qiladi, lekin ular va'dasini tutmaydi. Shundaq deb Musa alayhisalom sen va'dani tutmagan qo'yma va duo qilmayman deb tashlab qo'ygan. Orqa-orqadan ularga duo qilgan. Demak bu musulmonlarning go'zal axloqi, islom dinining chaqirdi. Ularga ihson qilish. Bularmi u ota-onasi bu kofir bo'lib qolgan yoki qarindoshlari kofir bo'lgan, o'zlari musulmon bo'lgan ahvolasida ularni yuzlab tashlab ketmaslik. Hatto ota-onalarga Qur'on karimda vasahibuhuma fi dunya ishlar ularga yaxshi muomala qil degan. Eng muhim ham buning ichida uningdan muhim shu yuqori deganning muhammadin muhim bo'lgani ularning haqqida duo qilish, hidoyatiga duo qilish. Mag'firatiga duo qilish bo'lmaydi. Bu bizga ruxsat qilinmagan. Hattoki payg'ambar ota-onasiga mag'firatga duo qilinmagan. Ibrohim alayhisalom qilgan-yu, lekin keyin Alloh uningga buningki to'g'ri emasligini aytganda shu haqda o'zi kechirim so'ragan Alloh. Demak, kofirlarga menki mag'firat qilishga duo qilish bo'lmaydi. Chunki ularga mag'firat qilinmaydi. Islom diniga kelmaguncha, shahodat aytmoqcha, u shart chunki. Boshqa jihatdan uni haqqiga duo qilish. Bütün payg'ambarlarningki qilgan asosiy nimasini aytdi, Allohumma hdi qavmi. Ey Alloh meni qavmimga hidoyat qil. Hozir ham dalaqa bir umumlashib ketgan bir duoninki bir shakli bor-ku. Agar bo'lsa kofirlarga Alloh azob qil, uni qil. Faqat balosiga duo qilamiz. Vayron bo'lishiga duo qilamiz. Uning vayron bo'lishiga duo qilmaydigan zolim kofirlar bor. U ayrim. Ammo umumyuzlik kofirlarga nima qilgan vaqtimizda g'ayriliklarga duo qilamiz. Birinchidan ularning hidoyatiga duo qilishimiz. Chunki la an yahdiyallohu bika rajulan khayrun laka min humrin na'am. Agar sen orqali sening duoing orqali bo'lsin, sening muomalang orqali bo'lsin yoki boshqasiningki ularga da'vat qilish orqali bir odam sening sababingdan albatta hidoyat bir odam sening sababingdan Allohning diniga kirsa, bu sening dunyodagi eng ism narsaga erishganingdan yaxshi foydali narsa degan. Bu nuqtalar menimcha so'g'uchim balkim bu savollardan xursand bo'ldim. Mushu bilib-bilishga tegishli muhim nuqtalar. Ba'zilarni aralashtirib qo'yib qaysini to'g'ri qaysi xatosini bilmay qilib juda xatolashib ketgan ahvol bor. Bu orqali islomni xatolashtirib qo'ygan ahvol bor-ku. To'g'ri. Bu masala menimcha aniq bo'lgani yaxshi. Alloh bizga to'g'ri tushuncha ato qilsin. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Evet. Xo'sh, bugungi temamizga kelsak, jihad va uning turlari dedik. Endi bu so'z, bu atalg'u albatta yani bugun islom ahligimi shu din dushmanlarininki va dunyoning shu so'zni ba'zi bir kishilarninki buni xunuklashtirishi sababli
Müslümanlar diyardımı tilg'i edinişi biraz xuddi g'ayriylik his qilinadigan tilg'i ammasi bo'ladigan bir masaladek tuyulib qoladi degan hatto musulmonlar ham ansiraydigan buni tilga olish. Millati dinimizdagi yani İslamның eng zirvatu sinamil İslam yani İslamның eng cho'qqisi pallisi deb sifatlangan bir amal bir bilganki dunyoda har qanday bir davlatning bir davlat mudofaasi shu askarlari xalqni qo'g'daydigan davlatni qo'g'daydigan bir sistemining islomiy atalg'usi aslida bo'ladi jihad meselesi yoki mujohid meselesi. Mushuni to'xtamay bunu Müslümanlarınki işçiden ayrı etiş yoki buni sat ko'rsatish natijasida deganimdek Müslümanlar diyardan bunu yumuştup tilga elish bularni chiq kun tartibga keltirmaslik masalasi avjilayotgan bir davrda yashayapmiz. Shu hamda buni bir güzel bir şekilde tushunsak ham jihad deyilgan vaqtda faqatlam urushlar tushunilib qolgan masalalar va buningki turlarini ham bir to'xtalsak deb bu temada o'tiribdik. Aldı bilan shu jihad hukmi haqida, uning turlari haqida umumiy bir tushuncha bilan kirgan bo'lsak. Bu nokta hakikaten muhim siz degandek. Birinci bunun kirishdan burun bir muqaddima söz bununga. Biz umumyüzlük Müslümanlarınki duch kelayotgan yoki yashayotgan bir xatar var. Xo'sh. U nima desek, biz islomdan o'zimiz qo'rqib qoladigan, islomning ba'zi hukmlaridan qo'rqish orqali tanlaydigan. Mani islomdan o'tirib chiqay, mani chiqsam bo'lmaydi. Mani deb qolsam yoki hozir vaqti emas, yoki bu sharoit emas, yoki undaq ya mundaq deb ba'zi narsalarni suzib elib olishchi. Hayır, ba'zi mani demay turayli. Chunki bu hozir hech kim yoqmaydi menga. Mani qilayli, men yoqadi deganga o'xshash. Bu intayin xatarlik narsa. Xo'sh. Endi bu sen o'zingning dinining bilan faxrlangan vaqtingda, islomiyatni qabul qilgan vaqtingda elifidan yasigacha bütün hamma tarafini mukammal qabul qilish kerak. Shunga Alloh Qur'oni Karimda mu'minlarga xitob qilib aytgan: "Ey mu'minlar, sizlar islomga tuluq bilan kiringlar" deydi. "Udkhulu fis-silmi kaffa." Tuluq bilan qanday bundan ma'ni chiqarib o'tay, ani kamaytirib o'tay. Bu islomga to'g'ri manqallik emas. Bu o'zimizningki dinining, o'zimizning iymonining ojizlab qolganligi. O'zimizning maydonininki ojizlab qolganligi. Endi bu xatarda maqsa, buni tanlash, uni qilay, ma'ni qilmay deydigan kelib qolsa, qanday bo'ladi? Bir yerga olsak, Qur'onning hukmi bilan inkor qilgan taraf kelib qolsa, baxtlik. Ba'zi insonlar borki, ular Qur'onning ma'lum yeriga va yaquluna nu'minu bi ba'd va nakfuru bi ba'd va yuriduna an yattakhidu bayna zalika sabila. Ba'zilar borki, biz Qur'onning ma'yirini ilib ma'yiri, ma'yirini tashlab qo'yay deb, o'ttirdim bir yo'l topayli deydi. Gepchilarli, o'ttir hal yo'l topayli deb turib, ma'lum aniq bo'lgan hukmlarni qayirib qo'ydigan, yoki uni tashib o'tadigan, yoki uning shaklini o'zgartirib o'tadigan mundaq bir holat menishni Qur'on Karimda Allohning degan, undaq qas aslan bir odam. Ulaika humul kafiruna haqqan. Ular haqiqiy kafir bo'lib ketgan. Farqi yo'q. Laqad dinni qabul qilgan qilmagan bilan hech qanday farqi yo'q. Shunga bu yerda yana bir muhim nuqta, dinga bir narsani qo'shib olish bo'lsa, u nimaga kelib bordi deganda, u bo'linish kelib bordi. Dinning mukammalligini tunmay, uniga bir narsa kirish bid'at masalan, ko'plar sizlar din nomini qabul qildi. Bu nega bordi? Musulmonlar ichida bo'linish kelib bordi. Xo'sh. Hamda uningdan bir narsani evitish bo'lsa-chi, u musulmonlarning ojizligini ko'rsatdi. Biz mushu davrimizda, mushu ikkilanimizda tang mingyapmiz. Bir qismi chekin oshirib o'tgan bir narsalarni qo'shib qo'yib, undagi musulmonlar o'tirsin, nurg'un o'xshamagan ixtilofiy narsalarni keltirib chiqarib, hammasi o'zligini to'g'ri deb qarashlikni rad qiladigan, bu shaklda nurg'un ahvollarda o'zimizdagi energiya shuniga zayo ketib bordi. Ba'zilar islom dinida ko'rsatilgan narsalarni biz xijil bo'lib, hozir davrimizga to'g'ri kelmaydi, vaziyatimizga to'g'ri kelmaydi deb undan xijillik his qilish, yuz o'rish yoki o'zgartirish orqali biz o'zimizning qanchalik ojiz holatga qolganligini tushunamiz. Xuddi payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday bir davrda sizlar och qolgan bo'rilarning oldidagi bir kichkina tomoqqa o'xshab qolasizlar deb degan vaqtida payg'ambar alayhisolamga bu vaqtda sonimiz ozmi deganda, yo'q, soninglar oz emas, lekin soninglarning qancha qimmati yo'q, xuddi suvning ustiga paydo bo'lib qolgan kuchukka o'xshab qolasizlar. Chunki ular sizlarda vahan paydo bo'ladi. U nima deganda, dunyoni suyish va o'limdan qo'rqish. Demak, mushu demak jihodning nimasi akasi bo'ldi, inson musulmonlarning jihoddan yuz o'rishi yoki jihodni bu islom dinimizning chaqirig'i asosli nimasi muhim prinsiplardan birisi deb o'qmay shuningki orqasida turib uni orqali o'ziningki dinini jakarlayolmasligi mana bu vahanning o'zi. Hozir ko'p insonlarda biz ma'ni deb qolsam xizmatimni tugab ketib qolamiki, yoki bir davlatga nima qilgan garajdaligimdan ayrilib qolamanmiki, yoki ulamiki, hattoki masalan yaqinda bir gaplar o'tirib chiqdi, buni bir misloq deb o'tay. Sizlar bu islomiy qiyofat bilan
Masalan bir Yevropa davlatiga berib qolsanglar, sizlarni nimaga qabul qilmaydi deganga o'xshash gaplarda. Bu o'zimizning soyasini o'zimiz qo'yib ketish. Hech qanday bir davlat unda bir siyosat chiqargani yo'q. Hech qanday bir davlatning bir odamning kiyinishi, kiyinmasligiga cheklab qo'yib, ani qilasan, ani qilmaysan deydigan cheklovni qo'llanadi. Faqat niqobga ba'zi davlatlar shu davlatiniki bexatarligini boshqa emas, musulmon bo'lganligini uchun emas, bexatarligimizni kontrol qilishimiz uchun biz buni bundaq qonun qildik deb ba'zi davlatlar shunday qonun qildi. Lekin umumiy prinsipda kiyim-kechak bir odamningki siyosiy panohlikka erishishiga yoki bir davlat yashashiga hech to'sqinlik bo'lgan emas. Ammo biz musulmon turib buni qo'rqib qilamiz. Bu bir xatarlik. Ama buni bir muqaddima tushunayotgandan keyin jihodning o'ziga kelsak, jihod islom dinida intayin go'zal bir so'z. Bu hamma odam uning mohiyatini tushunsa, hammadan xursand bo'lgan musulmonga undan taxirlanadi, kofirmi undan voy yaxshi ekan deydigan. Hatto biz shu bu haqda jiq savollar uchun duch kelamiz, javob beramiz, anglagandan keyin hayron qoladi. Chunki jihod bilan qital ikkisini bir tarafdan tayyorlamaydi, qital manzil ekiriblar. Sadece jihod degan islom dinida yoki musulmonlarning qarashida har qanday yerda kofirni ko'rsang, o'tda ular yo'qot degan mazmunda ilib bunda xato hukm berilgan. Amaliyotda jihad degan nima? Jamoat jihad degan bu nihoyatda chuqur va doirasi nihoyatda keng bo'lgan bir diniy belgilama. Buni inkor qilish kufrlik qilib bordi. Jihad degan tirishchilik. Buni lug'at ma'nosida qarab tirishish. Ya'ni haq uchun tirishish. Haq uchun u til orqali bo'ladi, miling orqali bo'ladi, axloqing orqali bo'ladi, muomalang orqali bo'ladi. Demak, sen islomga haqiqiy vakillik qilsang, qaysi bir shaklda, qanday bir holatda bo'lgan, sen bir doktor bo'lsangmi, bir injener bo'lgan, o'zingning xizmatdasi, bir o'quvchi bo'l, o'qituvchi bo'lsang, qaysi doirada yashab, sen shu qilgan xizmating ichida sen o'zingning bir islomiy bir musulmon ish harakatlaring orqali sen islomga vakillik qilasan va shuningga tirishsan, bu sening qilgan jihoding bo'ladi. Ammo qitalga kelgan vaqtida bu ayrim sana dushmanlik qilgan, sana tig'i ko'targan, buning kelgan vaqtida undan keyin uningga qarshi nima qilish, qarshilik qilish, bu jihodningki urush, qurolliq jihod qilishning nimasiga. Shunga ulamolar jihodni ikki xilga bo'lgan. Birinchisi, masalan, o'zimizning nafsi bilan qilgan jihod, o'zimizning havoyasini kontrol qilish. O'zimizni yomon ishlardan to'sish, Alloh buyurgan ishlarni qilishga o'zimizni ko'ndirish. Masalan, atdigan fajrga turib, sovuqlarda turib tahorat olib masjidga berishning o'zi qiyin. Mushuningga sen bardoshlik berib, shuni qilsang, sen jihod qilding sen. O'zingning nafsiga qarshi jihod qilding. Yoki bir harom narsa oldin keldi, sen o'zingni buzding. O'zingni shundan saqlading. Yomon narsaga qarashni o'zingning ko'zini osibding, yomon narsa anglashni qulog'ingni kontrol qilding, tilingni kontrol qilding. Bu seningki o'zingning nafsiga qarshi qilgan jihoding. Bu jihodda ulamolar eng birinchi pallasi deydi. Bu jihodni qilolmaganda boshqasini qilolmaydi. Xo'sh. Bu birinchi shart. Ondan keyin masalan, mal bilan qilgan jihodimiz bor. Mal bilan qilgan jihod masalan g'ayrat miskinlarning holidan xabar olish, ular tul yetim tul miskinlarga berish, masalan zakat, sadaqadan iborat. Va yoki mushundaq haq uchun kurash qilayotganlarga iqtisodiy yordam berish, masalan, to'g'ri bo'lgan jihodga, sizlar urushga va undagi orqali qildig'ini va u bo'lsa da'vat, masalan, da'vat payg'ambarlarningki jihodi 5 nima bilan boshlangan, orqali boshlangan. Ondan keyin uning to'salg'i bo'lgan vaqtida u to'salg'ini evitish uchun undagi boshqa shakldagi qo'shimcha ba'zida jihod, haqiqiy qurolliq bo'lgan jihodlar bilan da'vat ilib berilgan. U agar shu to'salg'i yo'qolib ketgan vaqtida u berib bilan hujum qilishadigan narsa qurolliq qildigan ish to'xtab, undan keyin yana nima qildi? Yine shu tishliq holatda da'vat ilib berishga ilib berildi. Masalan, payg'ambarimiz hayotida buni ko'ramiz. Hudaybiya nimasigacha bo'lgan arliqdagi urushda Peygamber sen qurolliq qilgan bo'lsa, Hudaybiya urushi tishliqni barpo qilib 10 yil urush qilmaslik nimasida Peygamber sen eng xushal bo'lgan. Buni Alloh Qur'oni Karimda g'albanglar degan. Endi bu 10 yilni qanday o'tkazgan Peygamber Islom 10 yil bo'lmadi u dushmanlar xiyonat qilib. Ammo shu 1-2 yil ichida Peygamber Islom o'zininki dinini doirasini, da'vatining doirasini arab nimasida emas, orada emas, uning sirtqa xalqaroliqlashtirgan, islom dinini xalqaroliqlashtirgan. Ya'ni bu shu jihodning kelimasi talabi. Bu şu şekilde mağdur. İkinci kısmı onunki resmi Allah yolunda kurallık uruş kılış. Yani dinine düşmanlık kılgan, İslam dinine düşmanlık kılgan, İslam Müslümanların zeminini besvagan, Müslümanlara zulüm kılganlığa karşı cihat kılış İslam dininde malum yerde farz ayn buludu. Hiç qanday adam başlatamaydigan, hamma adam xuddi namoz farz bo'lganda, malum ahvolda u farz kifoyaga aylanadi. Malum ahvolda u bir rag'bat qilinadigan, tashabbus qilinadigan sunnat shaklida amalga qilinadi. Endi hammasining shu vaqti qarori, sharoitiga qarab bekitilgan narsa, buni shu yaşagan şu davrda şunu yetakchi bo'lgan lider, islom liderlari, olimlar buni şunun qarta ulamolar buni hukmini ham vaqtga qarta uni bekitdi. Mana bu islomda ham jihodningki va menimcha bu qisqacha bir tushunchasi. Mana bu tushuncha bilan turgan vaqtida hech qanday musulmon o'zining jihod degan jihoddan iborat bo'lgan bu hukmdan hargizmi
xijilchanlik his qilmaslik kerak. Buni desam men bo'lmaydi deb qolmaslik kerak. Masalan bir kafir bilan sen jihat haqida gap qilgan vaqtda u sendan savolni so'rasa shunga chiroq javob berib qara. Sening o'sha savolingga men javob berib o'taman-ku dinim bo'yicha. Men sen bilan jihat qilib o'taman. Xo'sh. Deyalishimiz kerak. Mana bu islom dinidagi jihatningki umumiy tushunchasi. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Yani demek yani bir musulmonningki har qanday bir ishda so'zningki asli tegmanisiga berib so'zning to'miriga qaytsaqmi, butun tirishchanligini ko'rsatib shu qilayotgan ishida mayli o'zining nafsi bilan kurash qilishda bo'lsin, jihad qilishda bo'lsin, boshqalarga dinni yetkazishda bo'lsin, har qanday ishida shu insonning, shu musulmonning butun qo'lidan keladigan barliq tirishchanligini ko'rsatib xizmat qilish degan gapni tushunsak bo'ldi ekanda unda olsa. Endi qurolliq kelgan vaqtda qurolliq qilgan jihat degan u alohida endi o'rni bor islomda. Uni ayrim bir o'rin qo'ygan uni. Endi unimi bir musulmonning qalbida bir orzu bo'lishi kerak, masalan bir umid bo'lishi kerak. Men o'zimning dinni qo'llash uchun beshimga mushtaq bir ish kelib qolsa, men buni ikkilanmayman, chekinmayman, maydonni mustahkam turaman, qochmayman deydigan iroda bilan yashash. Agar sen hayotingni unga ko'rsatib berilmasa, men shu niyat bilan, bir g'azab niyati bilan bir shahodatni orzu qilgan niyatida yashashning o'zi musulmonga takbirman musulmonning bir iymoniy burchi. Shunga payg'ambar alayhisolatu vasallam bir odam agar o'lib ketsa, man mata va lam yaghzu va lam yuhaddith nafsuhu va lam yuhaddith nafsuhu bil ghazwi mata ala shu'bin min shu'batin min shu'ab an-nifaq degan mazmunda Allah o kama qala alayhisolatu vasallam bir odam niyatida Allohning dinini ustun qilish uchun haq uchun kurash qilish uchun bir orzusi, niyatida bo'lmay, ashta bir hayvonga o'xshash yeb ichib yashab bunday dunyoning ketsa, garchi u namoz o'qisimi, ro'za tutsinmi, boshqa ish qilsinmi, u munofiqning bir shaklda o'lgan bo'ladi degan. Xo'sh. Buni deganda bu iymon, bu jihad degan bu insonning qalbida, musulmonning qalbida cho'qim bo'lmaydigan bir iymoniy tushunch, iymoniy e'tiqodning bir qismi bu. Ammo uni qiladigan o'rinlari, shakli, qo'yam degandek har xil bo'ladi. Ba'zi til orqali bo'ladi, ba'zi pul orqali bo'ladi, ba'zi muomalada bo'ladi. Da'vatda bo'ladi. Undan eng yuqorisi shu payt kelgan vaqtida u dushmanga qarshi bo'ladi. Ammo bizga nisbatan buni qo'shib ishga to'g'ri keladi yana. Sharqi Turkistonlik musulmonlarga nisbatan bir vaqtda bizning ustimizga jihad Xitoy kofirlariga nisbatan, bizning zaminimizga nisbatan, zolimlarga nisbatan bu farz ayn. Endi farz ayn deb ham oldiga berib ham o'zimizni topqinmaydi. Bu ahmoqlik bo'ladi. Shunga payg'ambar alayhisolatu vasallam uningdimi sen bu kofirlar bilan urushib qilib oldiga chiqib qilishni orzu qilma. Ammo shunday payt kelib qolganda sen mustahkam tur. Chekinma. Qochma degan bu chaqir. Ammo shuningga biz uncha qilishga tegishli jihadimiz nima desa tayyorlik masalan. Biz ilm fanni yaxshi egallashimiz kerak, dinimizni yaxshi tushunishimiz kerak, vatan millatimizdagi shu musibatni o'zimizning musibati deb uni his qilib iymonimiz bilan men buning egasi men buning ega chiqmasam men Alloh oldida men so'roq qilinaman degan bunday bir keskin bir iymon e'tiqod bilan yashashning o'zi bu bir jihad qilgan bir tayyorlik. Alloh Qur'oni Karimda va a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ularning qarshi qo'linglarning kirishcha tirishchilik qo'linglarning kirishcha la yukallifullohu nafsan illa wus'aha ning taqdimizni set narsaga Alloh qilmaydi. Ammo men qilmaydi ekan deb tashlab qo'yishga ruxsat yo'q. Lakin voy bo'g'imni ko'rayimni shukr qilib yashay deyish umi to'g'ri emas. Sabr qilib yashay deyish umi to'g'ri emas. Sabr qilamiz, ammo sabr degan har ishni to'xtab qol degan emas. To'xtab qolish emas, ishni taxmin taraqqiy qildirish. O'zingning iqtidori kuchi yetganga qadar ishni davomlashtirish, harakat qilish, o'g'itish bu mana ya'niki bosqich. Shu hayotimda sen shuni qilib sen shu to'g'ri kelamdi ekanmanda uni Alloh o'zi belgilaydi. To'g'ri kelib qolsa, u vaqtdagi ahvolimizni biz shu iymonimiz bilan uni maydonda ko'rsatamiz. Agar uning kelmasa, aqallisi biz qalbimizda shu jihatni so'ygan, jihatni qo'llaydigan va shu iymon bilan shu hissiyat bilan yashaydigan mu'minlarning bo'lib dunyoga ketishimiz. Xo'sh. Haqiqatan ham de shu musulmon uchun jihatningki yo'q u cho'qim tanlashi kerak bo'lgan yo'l deb musulmonning e'tiqodida shunday yuksak bir o'rinda turishimi musulmonning dunyoda hech kimga qul bo'lmasligini kerakligini Rabbimiz bizga bildirsa kerak. Bugun musulmon emas davlatlar agar birisi ishg'olga uchrasa, zemini besib elinsa, zulm qilinsa, ular men davlatimni qo'g'dash uchun yoki zeminimni qo'g'dash uchun, izzat obro'yimni qo'g'dash uchun men kurash qilaman deydi hamda. Bu so'zni ishlatmagan bo'lsa hamda musulmonlarga nisbatan o'xshash masalan bo'lib ular jihat qilib masalan jihat degan so'z islomiy bir hukm bo'lgan bilan ularning qilayotgan shu jihat masalan u o'zining to'g'ri uchun xalqini qo'g'dash uchun jihat qilgan. Masalan o'lganlar nima deydi? Qahramon bo'ldi. Deb uni alohida masalan davlatning bayrog'i yo'q qildi. Demak ularning nazarida o'sha shay biz xuddi masalan islomiy nima bo'lsa, uni shahodat deb uni alohida ham dunyo ham oxiratlik
Asam Gazi ölsem şehit degan ma'no tutan qarasak boshqalar hasa u degan alohida unvonga erishdi, unga medallar berildi. Ilab kelsa uni qahramon deb nomi xotirlanib uni mangu eslanadi. Bu moddiy jihatga bularning ko'rmasi. Ammo demak, ba'zi olimlarning bunday bir qarash, jihad qilmagan millat vayron bo'ladi. Musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin. Kafir mu? Jihad qilsa terrorist demek yani. Terroristse bizim devlet kurtuluş için canini, milini atıya alırsa o devlet bunu turalaydı, devam kılalaydı. Evet. Ama hemen Müslüman yapıyor, sen bu noktunu düşünmeyi, tirişmişsen o sahanın kan çok için katı nazar, sen o tügeçken bunu mu? Ameliyat düşüyoruz. Hayat dünyada mesela Müslümanlar ile kafirlerin hayatında karap bakaylı, ameliyat karap bakaylı. Demek fakat dini manevi tarafını çıkartıplar. Hakiki cihadı kim kılıvatı dese kafirler kılıvatı desek bunu. Üzünün ki maddi dünyası için. Hadi bunu da melaki gepte bunu kafirler cihat kıldı dedi deydiğin gepne undak düşünüp kalmasın gerek. Undak demedim ama ulamı tirişçallık kılıvatı. Suyuyla üzünün vatanını milletini suyup şunun için varlığın hem iktisadını sarıp kılıdı o keçi gündüz tirişi de o nurgun. Her bir devlet mesela milyarlagan devlet pullarını devletinin ki müdafiyası için, bir haterlik için acayip her yeni. Biz Müslümanlar mesela fakirler hazırlayız. Bizim Müslüman devletlerimiz mesela köp sandık pullarını eşi işlet bunu işletiyor. Ameliyatta o mühim boğan noktalara, cihadi noktalara onu işletmeyiz. Aslındaki İslam'ın çağırığı başka yerde kalıp az biz bunu üzümüz bilgen şekilde bunu xuddi beştegende bu üzümüzün imanının acizliğinin ki bir inek bir ifadesi kılıqlı. Hoş. Doğru. Hoş. Cihatning turlarini mi yuqorida biraz tilg'irib o'tiladi. Boshqa yana so'zlash tegishlik bir misollar bilan keltirilgan turlari bo'lsa, so'zlab tugatsak ham bo'ladimi? Asosiyatdan biraz misol keltirlar yuqorida. Nefsimizga qarshi jihad qilishni biraz dedik. Yani şeytanga qarshi jihad u insonni har xil vasvasalarga, har xil ozg'unlikqa, mesela bu jihad şeytanga qarshi jihad qilish, mesela buni endi bizning shu bevosita shu xalqimizga desak, o'xshamagan rayonlarda, o'xshamagan yerda yashayapmiz. Şu yaşayan devletlerdeki, rayonlardaki muhitlarga qarata, siyosatlarga qarata ba'zi bir ulardaki mundaq yaxshi ishlar ekan bu. Biz keyinda qapti ekanmiz deb o'laqa shaytonninki vasvasi bilan biz musulmon bo'lganligimiz uchun keyinda qapti ekanmiz degan ma'lumotga kirib qolish bu bek xatarli. Xo'sh. Bu iymonga ta'sir qilgan nuqta. Endi buni inson parvo qilmay men shunday qilib qoldim desa, endi u ketdan so'ng o'zining iymonini setavatgan degan. Ammo buninglik bilan men musulmonligimni yo'qotmasman deydigan odamlar uchun qilinadigan nasihat, siz bu yerda shayton sizni aldayotidi, shaytonning aldam xalqisiga kirmang. Va la tattabi'u xutuwati shayton. Shaytonning undaq sizni qilmanglar deydi Alloh. Chunki biz ular bilan faxrlanishgan bilan ular da'sini faqatlam dunyoviy narsalardan manfaat erishgan bilan oxiratimiz nega bordi bizning? Ya'lamuna zohiran min al-hayati dunya hum 'an al-akhirati ghafilun. Dunyoda moddiy dunyoda ular shunda taraqqi qilganda ko'rgan bilan ulardagi go'zal axloq, ma'naviy hayot, oxiratga bo'lgan tushunchasi bu degan narsa ularda yo'q. Biz endi shuning bilan rozi bo'lamdik. Yani biz bununki bu dinimiz undaq deymiz. Bu dinimizni bizga bergan in'om qilgan Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo bizga mukammal qutulush yo'lini va beshimizni ko'tarib ruhliq va shuhratimiz bilan izzatimiz bilan yashashni Alloh biz Qur'oni Karim o'rgatdi. Payg'ambarimiz o'rgatib qolmasdan shu yo'lda minib musulmonlarga izzat, musulmonlarning izzatini ularga ko'rsatib berdi. Buzib qo'ydi Xudoga. Ama biz onu degan yerga kelmay turib islomni ayblashimiz o'zi va din undaqda dinda mal bo'lmagan bo'lsa bundaq bo'ladi desimiz o'zi biz din emas, Alloh qarshi gap qilayotgan bo'lamiz. Alloh Qur'oni Karimda deydi: "Qul atu'allimunalloha bidinikum." Sizlar Allohga Allohning dinini o'rgatamsizlar. Alloh hammani bilguchi, osmonlar bizga narsa Alloh bilguchi. Unda emas, yamunnuna ali ba'zida qo'yib biz musulmon bo'lganligimiz uchun bundaq qilib ketsa bo'ladi. Biz musulmon bo'lgandan keyin, namoz o'qib bergandan keyin, ro'za tutib bergandan keyin Alloh bizning ishimizni hal qilib bersa bo'ladi. Unda emas, bunda minnat qilish haqqimiz yo'q bizning. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Ular bazı aztırlık kişilerden minnet kılışıdır. Bunlara da koyun minnet kılmasın. Elbette minnet kılış gelse Allah minnet kılsa olur. Allah'ın minnet kılış hakkı var. Çünkü Allah bizge İslam dinini inam kılıp hediye kılıp verdi. Şunu üzü bizge yeterli. Bizim barlık nesimiz ne? Allah evasun mevli sebeplerine biz yoktayız. Lakin imanımızı müstehkem kalaylı, imanımızı saklanmış dünyanın iman bilen kitleyelim. Yok. Ama dünyevi nesne, hem bir nesnemizge biz arzuqan bu iş, erişken mi bulaydı bu? Müşküller, unda okugan bolsak, bunda ulat diken. Dinimiz bizim Hristiyan devleti, milleti yaşayan bolsak bunda. Buptu sen şunda mı yaşayan mı bol? Şu arkalık devletini kulağına keltüge mi bol? Sen payı taptın mı? Ziyan tattın. Çünkü sen hidayetini, Allah'ın hidayetini yokattın, ahiret hayatın tügüdü. Demek ki onunla karım yok ise sen kafir emisin. Sen ahiret işin misin, sen buna hiç kanda başka farkı yok deyişti o. Şuna bu noktalar, İstiyatla birlep, malum beşimiz kelgan kulfatlar faciaya qarablar, deplamada o'zimizning ko'ngliga tasalli beradigan so'zlar emas qilinmoqda. Bunga diqqat qilishimiz kerak.
Çünkü biz Allah bizga bu dinni, bu islom dini bizga iloyat inom qilib berdimi? Biz mushuni bilan faxrlanib va mushu din orqali o'zimizniki orzu qilgan narsaga yetalaymiz. Biz nima yetolmaymiz? Bu bizga emas, ilgirki bir necha asr musulmon xalqga islom bilan to'g'ri mangan vaqtida bularning qanday yashaganligini bilmaydi. Masalan, shu Osmoniylar davrichi 600-700 yillik hayot. Musulmonlarning Ispaniyadagi 600-700 yillik davrichi. Payg'ambarning keyingi ta endi 1924-yilga qadar bo'lgan davrligi bo'yicha asosliq musulmonlar dunyoda kontrolli musulmonlarning qo'lida bo'lib kelgan. Buning hammasi nimadan bo'lgan? Bular Alloh ularning ustiga yuklagan farz amalini jihatni tashlamaganlik. Qur'oni Karimning yo'lga haqiqiy ma'noda ergashganlikdan, payg'ambar alayhisolamning sunnati izchil manganlikdan bo'lgan. Endi biz bu holga kelib qolgan bo'lsak, biz buni islomni ko'rmaylik, balki o'zimizning ojizligidan ko'raylik. Biz chunki islomni to'g'ri tushunmayotimiz, to'g'ri ergashmayotimiz, uningki ruhi chaqiriqqa to'g'ri rioya qilmayotimiz, shuning uchun bo'layotgan bir narsa. Biz ushtaqa vaqtimizda undan keyin ey Alloh bizniki biz xato ekanmiz, to'g'ri yo'lga mashq Alloh bizga birinchi qilib hidoyat qil, tavfiq ato qilgin. Undan keyin bizning qo'limizdan keldigan ish mishinchilikka, biz mishinchilik tirishda qolganga o'zing kifoya qil desak, Alloh albatta bizning holimizni bilguchi, dardimizga yetguchi. U Allah subhanahu biz vatanimizdagi musulmonlarniki izilgan ahvoliga biz ichinimiz yo'q. Allah ichinmamdi. Allah bir mu'minniki begunoh tutgan qanini tukulsa, Allohning arshi titraydi deydi. Allah rozi emas uningga. Xo'sh. Ammo bu orqali Alloh subhanahu va taolo bir tarafdan ularni sinasa, bir tarafdan bizning iymonimizni, yana bir tarafdan kofirlarni texmu, shu dovzaxga texmu layoqatli bo'lsin deb ularga fursat berish orqali buni Alloh shunday bir qonuniyatni ilib ketayotgan bir narsa. Xo'sh. Shunga biz dinimiz bilan faxrlanib, dinimizde bizga ko'rsatgan yo'llarni to'g'ri tushunib, to'g'ri analiz qilib, biz uni o'zimizning fikri emas, balki dinni biz din orqali o'zimizning fikrini kontrol qilishni bilishimiz kerak. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi mishada oxirida bir savoldan tugatsak, endi degan biz Xitoyning ishg'oli ostida qolib qolgan bir millat bo'lib sifatimiz bilan shu oldimizdagi dushmanning shuncha vala dunyoga, xalqaroga, dunyoning hammasiga o'kirab yurishini ko'ryapmiz. Bütün dünyayı egallaymiz biz deb. Bu kuchning oldida musulmonlikka bir xil ana qarab televizordagi o'zini ko'rsatib qilayotgan nurg'un tayyorliklarni. Buning qarab turib, masalan, tushkunlik biz qanday tankilimiz buningga? Mumkin emas deganki, buningdan keyin bu ishning bizning qurolliq shaklda, bizning vatanniki amaliyotda qurolsiz holatda jimjimlam mustaqil bo'lib qolishiga nurg'unlarimiz ishonimiz kerak ham reallikdami? Bunun bo'lishi tasgib hamda shu vatan uchun qon yiqitmay turib, shu vatan uchun jonni bermay turib, qurbonlik bermay turib bir narsaga erisha olishimiz normaldimi bo'lmasligi kerak bir masala hamda. Lekin a kuchning oldiga qarab turib, moddiy jihatdan hisoblab turib, tushkunlik tushishi biz tankilanmaymiz, aslida taslim bo'lishimiz kerak degandek, shunga o'zimizning shu taqdiriga tan bermasak o'zimizni vayron qilib o'timiz nurg'un badal ketib qoldi yo natijaga erishamaymiz u bu degandek fikrlarni o'ttirg'a qo'ydiganlar, masalan, yoki jihad fikrini o'ttirg'a qo'yganlarni sen o'zingning holiga beqib gap qilmamsan. Chunki dushmanning qanday kuchi hozir u bu degandek gaplarni o'ttirg'a qo'ydiganlar bor. Buning qanaqa qaraysiz? Bunun da o'ttirhallik yo'lni tutish kerak. Ikkilisi xato. Birisi masalan jihodlik qilamiz, jihodlar hammani hal qilamiz deyishning o'zi xato. Chunki dünyada yaşashda Allah ma'lum narsalarni qonuniyatga bog'lagan. Xo'sh. Moddiy tayyorlikqa bog'lagan. Va a'iddu lahum mastata'tum deydi. Yana bir tarafdan voy biz kuch alishmaymiz ekan deb ma'yuslik qilmasa, buningga islom yo'l qo'ymaydi. Bu xato. Chunki biz irodamizni bo'shashimiz kerak. Men bularning oldida biz mag'lub bo'ldik ekanmiz deb qolganning o'zi mag'lubiyatningki nimasi? Undan boshqa endi u ham qo'polmaydi, turolmaydi. U mag'lub bo'lib bo'lgan inson. Biz g'alaba qilamiz degan bu ishonch bizniki birinchi Qur'onimiz bu. Allah'a bo'lgan tavakkulchiligimizda Allah bizga yordam beradigan bu iymonimiz, bu bizniki birinchi Qur'onimiz. Buningda kim fiatin qalila. O nurg'un misollar uchratamiz. Payg'ambar alayhisolam davrida shu vaqtdagi farislarningki, hozirgi masalan Xitoyning kuchli hozir shu davrning kelmasiga miqyosiga, kuch miqyosiga ilib qolmoqda. Bular qanday qilgan? Shu vaqtda Payg'ambar alayhisolam ularga elchi shu qo'ldagi naysi bilan otdan tushmay, shu qasrning ichiga kirgan. Kuch jihatini o'qitish vaqtida musulmonlarning uncha kuchi yo'q, sonimi yo'q uncha. Lekin iymoni irodasidan biz haq ustidagi insonlar, sen xato qilyapsan, sen zulm qilyapsan, meni to'xtatsa bo'lmasa, biz sen qarshi sen xuddi hayotni yaxshi ko'rganda biz o'limni yaxshi ko'ramiz. Sen bilan ilishimiz. Amaliyat shunday qildi, ko'rsatdi. Hani bu shunday bir iroda bilan bo'lgan narsa. Ammo moddiy narsa kelgan vaqtda albatta ular bizdan kuchlik deyishni e'tirof qilish to'g'ri xato emas. Ammo kuchlik deb uningdan taslimchilik.
yoki ularni bunday qilsak xo'sh biz shularga kelib yashayolmaydi ekanmiz deb o'zimizningki siyosatni o'zgartirish, vatanimizning mustaqilligidan voz kechish iborat bo'lgan bu nuqtalar bu mag'lubiyatniki undaq deganlar mag'lub bo'lib qolganlar. Undaq emas. Biz chuqur tirishimiz buni yana bir tarafdan shundaqlam hal qilish mumkin emas deydigan ta'sirmi uni unda da imkon bo'lishkin bo'lmaydi. Allohning irodasidan boshqa Allohning hikmati har xil. O'xshamagan yerdan Allohga bizningki dardimiz, ahvolimiz yetsa, Alloh o'ylamagan yerdan biz tasavvur qilmagan yo'ldan bizni ishimiz qiladi albatta. Ammo undaq deblar quruq duo bilan o'tlasak bo'lmaydi. Hammamiz birlashib o'ynaymiz. Duoyimizda ma'naviy uzug'imizni taraqqiy qildirishimiz, moddiy imkoniyatlarimizni taraqqiy qildirishimiz kerak. Siyosiy jihatda yetilishimiz kerak. Chunki hozir siyosiy urush, kuchli urushlar intayin eng chong oldiki nimaniki jihatning bir qismiga aylanib bo'ldi. Bu jihatlarni yetildirishimiz kerak. Biz buningda mustahkam turib, bu vatanimizningki butunligi, dininimizning bu bizga xos ekanligi, buni hargizmi ulardan ojizlab qilib, bo'pti, ham sabr qilib yashaylik, ularningki biz kuchli quroli jihatda undaq kuchli deb undaq qilib ojizlab qolsak, bu vaqtda biz ham dinimizda xiyonat qilgan bo'lamiz, ham o'zimizning milliy irodasiga mustaqillik irodasiga biz xilof chiqqan bo'lamiz. Bunga qat'iy yo'l qo'ymasligimiz kerak, ham bundaq gaplar qilganlarga bundaq bo'lsa emaslik kerak. Og'zini yum deyish kerak. Xo'sh. Biz eng ojiz bo'lsakmi, yana biz iymonimiz bilan irodamiz bilan eng kuchli. Chunki biz haq egasi, mana nuqtani tushunish kerak. Haq egasi hech qachon o'g'ri qanchalik bir narsa o'g'irlab ketsin, o'g'rining yuragi pok-pok. Ammo malning egasi qanchalik narsa oddiy bir yengilsa elib o'g'irlagan bo'lsa, shu yengning egasi bo'lgan odam yana haq tushirganda u yurak turadi yana. Xitoy o'g'ri, bizning zamonimizda o'g'irlagan besib olgan bo'lanchi, qaroqchi. Unda bo'lganki, u uning yuragi pok-pok. Shunga yuragining pok-pokligidan qilayotgan o'yinlari bu siyosatlar, zulmlar. Uningga fursat berib biz ma'qul deb bersak, u vaqtda ham beshimizga menido, biz ham ojizlaymiz, yo'qotamiz degan. To'g'ri. Shu jihodning ruhi shu shundaq narsalarga qat'iy bo'y egmaslik va shu jihod maydonda u jihodiy maydonga berishdan burun jihod ruhida, jihod tushunchisida aniq bo'lib yashash bu bizningki maydonning o'zligidan burunroq finalga tayyor ahvolimiz juda muhim bo'ladi. Xo'sh. Alloh hammamizni bu jihatlarga yaxshi tushunishni nasib qilsin, hidoyat ustida qilsin. To'g'ri, bu tema asli bir necha darslik qildigan tema endi, ammo buningcha bo'lsa shu qisqacha shu ruh mazmunida jihod tushunchisi buniki turlari tamam bo'ladi inshaalloh. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Yaxshi ichib berdik. Ko'pdan ko'p rahmat. Mishada oxirlashtirsak programmamizni. Rahmat sizga. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib 23-sonimiz bu mishada oxirlashdi. Nihoyatda inchga to'xtalishimiz kerak bo'lgan bir tema. Haqiqatan hech bir zaman biz ruhimizni yo'qotmasligimiz kerak. Qur'on va hadislardami mana shunda ta qiyomat qoyim bo'lguncha nurg'ulgan Allohning bu zamin ustidagi tadavul, ya'ni va tilkal ayyamu nudaviluha baynan nas. Hükümranlık birdem Müslümanların kuluğa çıkan olsa, birdem yine ayınıp gelip bizning düşmanlarımızın kuluğa çıkıp kaldı. Xuddi biz hazır yaşayotganimizdek. Bununluk bilen herkes Müslüman ruhi şükürlükke düşmesligi, bel koyu ötmesligi gerek ekanligi, davamlılık, meyli acizlik altıda, güçlük altıda Allah'ın dini boyunca özününki dini boyunca yaşaşqa, şu özünün harlık altıga düşüp kalganda onundan kurtuluş için bütün yollarını sınashqa, bütün yollarını hiçbir şekilde məyuslanmasın elib berishqa, şunu qilishqa buyuruldu hamdi. Hatta şunun için en aciz vaxtlardan biz aşında Müslümanın ruhini en yüksek orunda tutup duruş için Kur'an'daki ayetler olsun, hadisler olsun, aşı yolda ölüp ketkenlerini, herkes ölük demenle, ulağı tayarlagan cennetteki nazu nimetler, mesela şu yolda şehit bo'lganlar deymiz var biz İslamiyet nimimiz bilan, itiqadimiz bo'yicha. Muşunun hammasi qandaq bir sharoit tushib qolishidan qo'rqma, sening oldingda mening yo'limda mansam, ham ya dunyoda natija va agar dunyoda insonlarning ko'zida natija yo'qdek ko'ringan bilan oxiratda men tayyorlagan shunchalar sanoqsiz hisobsiz ko'zlar ko'rmagan, quloqlar anglamagan bu noz ne'matlar bor deb Müslümanın ruhin davamlı izzetiga xarliqdan izzet holatiga o'tib bo'lguncha bu yo'lda qurbonlik berildiganlarga nurg'un xush bishoratlarni berishi Rabbimizningki bu ruhning hech bir zaman o'chmaslik kerakligini bildirish kerak bizga ham. Qanday bir holatda yashashimizdan qat'iy nazar. Mana bu ruhmi Müslümanlar davomli titik shash tutib turishga,
onun ruhini kötürengü kılışqa en türtkülük rol bolsa kerak bizning etiqadimizga ko'ra hamda. Bu bo'lmagan vaqtida tushkunlashgan vaqtimizda qo'limizda nurg'unlagan askariy jihatdan qurollar bo'lib turibmi agarda tushkunlashib qolsa, u qo'shinning o'zi jangga kirmay turib mag'lub bo'ladigan normalda. Qo'shinninki ruhiy kayfiyatini yuksak tutishi bo'lgan dunyodagi har qanday bir davlat hamda. O'ylab boqaylik. Shuning uchun Rabbimiz inshaalloh davomliq faqat bu jihad hukumininki xilma-xil turlari bo'lganligini tushunib o'tdi, ustoz so'zlab o'tdi. Bu shaklda to'g'ri bir tushuncha bilan tushunishimizni hammamizga muyassar qilsin. Rabbim ömür va saata, o'xshash saatda boshqa bir tema bilan ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.